qariganimda o'zimni xizmatimni qilay, o'zimga yaray deb keluvdi. O'zimni kiyimlarimni ham kiya olmayapman. Tizzalarim kuchlik og'rib, qiynalyapman. Ozgina vaqt yo'qotib, biroz kech qolganmiz-u, lekin albatta umid qilsa bo'ladi. Bu kasallik ayollarda asosan 35 yosh, erkaklarda esa 40-44 yoshda bildirmasdan boshlanadi. Shu sababli meditsinada u tixaya epidemiya, ya'ni sokin o'lim nomini olgan. Bu yoshga mos artroz, ya'ni suyak yemirilishidir. Artroz, ya'ni suyak yemirishi albatta genetik tomondan bizda yozilgan bo'lib, qachondir baribir amalga oshadi. Lekin uni sekinlashtirish va hattoki to'xtatish mumkin. Shu sababli yoshingiz artroz yoshiga to'g'ri keldimi, unda 3-darajasini kutib o'tirib, og'rishini kutmasdan darhol revmatologga boring. Shuni unutmanglar, artrozdagi 3-darajali og'riq orqaga qaytishi qiyinligidan dalolat beradi. O'g'imlaringizni va o'zingizni ehtiyot qiling.